Rahmanirrahim. Birinchi marta qo'lga olishim shu Muhiddinboy qilib apkarinda ama qanab so'yishdan bilmayman. Ko'rsatib beraman. Mana shuni tepasini olardi YouTube'da. Mana o chekasini hozir mana ananas Muhiddinboyda bir o'tirishida o'tiramiz. Xudo xolasa Ehsonda. Ana shu chekasini 40 qo'sini artish kerak ekan. Birinchi marta 40 so'm buni kattaroq pichoq bo'lish kerak ekan. Lekin o'zimda kichkina pichog'im bilan yeblayapman hozircha. Rahmat. Bu yangilik. Aramizlar bu boylarga hammasi ko'rganlar buni ko'rmagan ekan. Adasini pochaqa chiqaryapsiz. Pochaqa chiqib ketadi. Non yeyishini ko'rdim. Maqqa o'xshab qog'onni birinchi marta mana shu ananasni so'yishim xudo xolasa Hakikatda birinchi so'yishingiz ekan. birinchi so'yishim birinchi Hammasini pochaqa chiqaryapti. Bari pochaqa chiqib ketdi. Tayyorlagandan bersalari Ana gap ham eshitib oldingiz domla. Olmaga o'xshatib qo'yib qo'yaveradi. Bo'laveradi, unda ham bunda ham bo'laveradi. endi Kızıge damlar yanında oladigan bola ekan. Ya ha. Şeyler öğretti. olyapsanmi? Olyapman. Ana shu yerda olmaga o'xshab birinchi marta so'yishim o'rtoqlar. Mashg'ulotda bir tagida taxtakach bo'lish kerak edi. Men taxtakach hozir berman. Buni YouTube'ga beraveradi. Ha, hatta Qirqyapman. qani o'zim ham yeb ko'raman. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana. Bu qarasangiz o'zi so'ymagancha bermaydi. Shokoladni o'zi ekan o'rtoqlar. Shokoladni o'zi ekan. Yemasam uni deyveradi. Shokoladni o'zi ekan. Haqiqiy shokoladni o'zi ekan. Shakari ham bormikan? Shakari ham bormikan? Nag'ati shirin. Hozir ta'mi ham shirin. Birinchi marta qo'lga tushishi, birinchi marta so'yamman. Muhiddinga rahmat. Kecha aytayna anasini sizga ko'rsataman. Deb o'zingiz qirqib berasiz. Ushlab ko'rmagandim, mana olib keldi. Ehsonda o'tiribmiz. Muhiddinbeyga ham rahmat. Salomat bo'lsin. Hamma mana shu o'tirishdagilar olsan yo'li ko'rib turgandagi bo'lar ekan. yana bir marta yeb ko'raman, ikkinchi marta. Muhiddinning nevarasi Muhammad Qodirni aqiqa to'yida o'tiribmiz. Mana shu yigit katta bo'lib, voyaga yetib, kelajagi paravon, vataniga, qishlog'iga, ona yurtiga xizmat qiladigan beg'ubor yigitlardan bo'lib o'tishini tilakdoshman. Mana shu ananasni yeyishda mana shu insonlar guvoh bo'ldi 40-qarimda. Atayda birinchi marta qirqishim, o'shaning uchun sizlarga mana shu oqsoqollarning oldida qirqqanligimni bildirib qo'ymoqchiman. Salomat bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.